Yaqin kunlarda bu klanda deyarli hamma his qiladi. Salom barchaga, sizlar bilan har doimgidek Krax. Agarda bu videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz va siz TDMchik bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Videoni ko'rishdan oldin bir dona like bilan podpiskani bosib ketish esdan chiqmasin. Xullas kalom, men sizlarga chiroyli tushuntiradigan bo'lsam, bundan 1 yil oldin kontent qilib yurgan vaqtim Krax Family degan klanim bo'lardi. Unda faqat TDMchilar bo'lardi. Xo'p, men yana o'sha klanni qaytarmoqchiman. Ya'ni faqat TDMchilar va bu klanga atiga 9 ta igrok olamiz. Ya'ni 9 ta eng yaxshi igrok. Va bu 9 ta boladan bittasi o'rinbosar bo'ladi. O'rinbosar nima ish qiladi deydiganlar bo'lsa, 4 ta igrokda TDM turnirlarga olib kiradigan bo'lsa, 4 ta igrokda klassik turnirlarga olib kiradi va chiroyli rezlar ko'rsatsa, bu bizga plus. Va men Instagram profilimga chiroyli tarzda videolarni joylab, klanimni taniltirishga harakat qilaman. Va bu klanga qanday qo'shilamiz deydiganlar bo'lsa, Telegram kanaliga qo'shilib qo'ysanglar, batafsil ma'lumot o'sha yerda aytiladi va bu yerda men sizlarga qisqacha ma'lumot aytib ketaman. Bu klanga qo'shilish uchun shunchaki meni 2kda yokida men bilan durang o'ynash kerak xolos. Boshqa narsa kerak emas. Endi aytishinglar mumkin, seni 2kda qilgan inson seni klaningga qo'shilmaydi, ahmoq emas deb. Menga shunchaki kuchli igroklar kerak, yokida durang, yokida durangga yaqinroq o'ynasa ham o'tiradi. Lekin 2kda bo'lsa, bu prosta wow. Va men uni Instagram profilida ham tanishiga yordam beraman. Hech qachon chetda qolib ketmaydi. Aytgancha, gapni ko'paytirmaylik-da, Telegram kanalga o'tib qo'yinglar, batafsil ma'lumot o'sha joyda aytiladi. Instagram profilimga obuna bo'lib ketish esdan chiqmasin.